Agar sizda ham shunaqa odatlar bo'lsa, boy bo'lishdan umid qilmasangiz ham bo'ladi. Birinchisi bu moliyaviy savodxonlik, topayotgan pulingizdan ko'proq sarflab, qarzga tushib qolishingiz va rejasiz, emotsiyada narsalarni sotib olish, pulni tejamasdan investitsiya qilmaslik, kichik xarajatlaringizga e'tibor bermaysizda, bu narsa yig'ilib katta rasxod bo'lib chiqib keladi. Ikkinchisi, bu risk ikki xili bor. Birinchisi bu eforiyada. Eforiyada deganligida nimadirga qiziqib qolib, riskga qo'rasiz. Hech nimani planlashtirmasdan tez qorishingiz mumkin. Misol uchun men tanishim bor, restoranni biznesini bilmasdan turib, Toshkentda restoran ochdi va 2 oy shu restoranni yurdi va yopilib ketdi, bankrot bo'lib. Bu emotsiyada qivorgan bu narsani. Sababi hozir plan ham qilmagan, boshqa ishlarni ham to'g'rilamagan va shu sababli kompaniyasi yopilib ketdi. Ikkinchisi bu riskni bilib turib qilishingiz. Bu degani siz planlar qilib bo'lgan bo'lasiz, hammasini yozib chizib, qanaqa qilishi bu yo'lingizni tuzib olgan bo'lasiz va o'shanda aniqroq riskka qadam bosgan bo'lasiz. Dunyodagi eng katta boylarni ham bilsangiz, riskni to'g'ri kontrol qilganligi uchun hozir boy bo'lib yashashyapti. Uchinchisi, eng kerakligi bu time management. O'zimda ham hozir bu problema bo'lyapti. Ko'pchilik yoshlarimiz time managementga rioya qilishmaydi. Sababi ular ko'proq komfortda yashashadi. O'yinlar bo'ladi yoki dam olishlar bo'ladi, dam olishga berilib ketishadi. Bitta ikki ish qilib qo'yib, bo'ldi, men o'sha dam olishga loyiqman deydi, bo'ldi, berilib ketishadi. Risk menejment qilganligingizda siz har soat, har vaqtingizni yozib chiqasiz, plan qilib chiqasiz. Men, например, o'zimni ertaga qiladigan planimni bugun yozib, har kuni qilib chiqishim kerak bo'ladi. Time management deganda ertangi planlarimni ham bugun men kechqurun yozib chiqib, shu narsalarni qilib boraman. Agar siz shunaqa narsalarni kontrol qila olmasangiz, boy bo'lishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Ko'proq emotsiyalaringizni kontrol qilishingiz, bilishingiz kerak. Любой sohada bu kerak bo'ladi. Shunaqa qilib do'stim, informatsiya qiziq bo'lgan bo'lsa, menga podpiska qilib qo'ysangiz ham bo'ladi.